Sizlar bilan o'sha Felix. Bugun sizlar bilan qanday qilib videoni rasmini ko'rganingizga bo'lsanglar, qanday qilib Happy Mood skachat qilishni o'rgataman. Qanmisam ketdi. Birinchi navbatda biz Chrome'ga kirib olamiz. Kirib olganimizdan keyin uni unaqadan o'xtaramizda. Happy Mood. O'xtarishga yozamiz. O'xtarganimizdan keyin mana qolganlarni ezmaymiz akalar. Mana ustini ezamiz faqat. Ezamiz ustiga. Ezganimizdan keyin bitta skachatni ezamiz. Kimda boshqacha bo'lsa, chunki nega unaqa desanglar, chunki bilmayman shunaqa bo'pti. Chunki men Chrome'da unaqa qiluvdim-da, yangiladim. O'shanga shunaqa bo'pti. Balkim Google'dan o'qib ko'ramiz. Balkim sizlar uchun men. Başlayalım. Bismillah. Happy Mood mana o'sha. Yozamizda mashinasini yozamiz. Mash ko'kt yozuvchani ustiga yozsak, chiqdi mana. Google'dan ham skachat qilsalar bo'ladi. Mana. Yozamiz skachatni. Skachatni yozamiz yana. Skachat serchas skachat turib skachat desang mana. Skachat bo'lyapti. Tezda akalar. Manga po'q qo'ydi. Davay. Mana bitta chiqadi. Bitta yozamiz. Yozganimizdan keyin mana uni yozamiz. Yozganimizda mana to'ladi. To'lgandan keyin mana Happy Mood mana. Mashinada kutasizlar. Mana mashina holatda mana uni yozasizlar. Mana bitta sizlar bilan o'sha Muhammad Umar Felix bo'ldi, короче mana. Skachat qildik mana. Короче, hammaga xayr.